Assalomu alaykum. Qadrli aka-ukalar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana biz Xudo xohlasa chiroyli darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumani Beshtepaga o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida ma'lumot beramiz. Darvozamiz hozirgi kunda trendda bo'layotgan ikki fasonli darvozamiz. Razmerlari eni 3,5 metr, balandligi 380 bo'ldi. Xudo xolasa darvozamizda ishlatilgan materiallar to'g'risida sizga o'tamiz, sizlarga tushuntiramiz. Xo'p, ikkala chekkasi yon stokalarimiz 8x8 ikkilik ssenada bo'lgan profilda. Xo'p, darvozamizni rama profillari 6x4 7 stena bo'lgan, listlarimiz ikkilik list ishlatganmiz. Xudo xohlasa qayt qismiga katta mashina, yengil mashina kirib chiqishligi uchun 8 shivili o'rnatib berdik. Bu darvozamizni Xudo xolasa 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 kvadrat metrini. Bu darvozamizning ofis summasi 13 million so'mga dostavka ustanovka hamma yo'q ichida kelib o'rnagan holatda shu. Darvozamizning kreskalarini avtomobilga Devo kreskasiga berganmiz. Agar buruntovka X-Log ustidan Devo kreskalarni berganmiz. Zamoklarimizdan har doimgidek yaxshi. Xudo xolasa uzoq yildan garantiyali 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini beradigan zamoklar o'rnatib berdik. Xudo xolasa darvozaga bir ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Bir 50 sm joyini, bo'yi balandligini evaziga darvozamizga отдельный zamok ochilmaydigan joy berganmiz. Bizda endi darvozani turlari ko'p. Kvadrat metri 600 mingdan boshlanadi aka-ukalar. Eng arzonlari 600 mingdan 1 kvadrat metr boshlanib 2 million so'm, 3 million so'mgacha bor kvadrat. Bu darvozamizni hozirgi kunda shu materiallarga hisoblasak, kvadrat metri 1 million so'mdan tayyorlab beryapmiz akamiz. Aka-ukalar, kimga shunaqa darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ekranga telefon nomeri yozib qoldiramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar.